Qur'onda ismi zikr qilingan jonzotlarni nechtasini bilasiz? Biz hozir sizlarga barchasini nomini aytamiz. Sizlar esa o'zingizlar uchun foydali ilm bo'ladi, o'rganib olasizlar, bilib olasizlar. Videoni saqlab qo'yinglar, xo'pmi? 28 ta jonzotlarning ismi zikr qilingan, biz birma-bir o'qib beramiz. Hozir sizlar esa videoni pauza qilib, ma'lumotlarni, oyatlarni o'qishinglar ham mumkin. Demak, diqqat qilinglar, biz boshladik. Birinchisi Ajdar, ya'ni katta ilon, Musa alayhissalom qissasida keladi. Ikkinchi jonzot tuya, uchinchisi chivin, to'rtinchisi sigir, beshinchisi xachir, oltinchisi echki, yettinchisi bit, sakkizinchisi maymun, to'qqizinchisi to'ng'iz, 10-chisi chigirtka, 11-chisi eshak, 12-chisi pashsha, 13-chisi baqa, 14-chisi hudhud qushi, 15-chisi asal ari, 16-chisi qo'y, 17-chisi it, 18-chisi sher, 19-chisi fil, 20-chisi nahang baliq, 21-chisi qarg'a, 22-chisi o'rgimchak, 23-chisi bo'ri, 24-chisi ot, 25-chisi chumoli, 26-chisi qush, 27-chisi kapalak va 28-chisi so'nggisi yovvoyi eshak ekanlaysizlar. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, do'stlarimizga tarqatib bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidamiz.